Assalomu alaykum hammaga qadrli yurtdoshlar, bizani qo'llab-quvvatlaydigan yurtdoshlarimiz, obunachilarimiz, hammasi shu o'yinda ishtirok etganlaringiz uchun katta rahmatlarimizni aytib qolamiz do'stlar. Va shu videodan keyin ezgu tilaklar yozganlar hammasi katta rahmat. Shu bugun jonli efir berdik, kanalimizga o'tib translyatsiyadan kim g'olib bo'lganini ko'rishlaringiz mumkin. Shaffof, hammasi hech qanday yolg'on narsa bo'lgani yo'q. Mana shu tovuqxonani bemalol Gulmurod O'rozimbetov degan inson yutib oldi. Kelib bemalol olib ketishi mumkin do'stlar. Xudo her ayda bir marta agar shu har bir chiqqan videolarimizni bundan buyon shu qo'llab-quvvatlab bizani rag'batlantirib tursanizlar, xudo xolasa har oyda bir marta shunday o'yin etib tursa harakat etamiz do'stlar. Bu kimga nasib etgan bo'lsa, shu nasib etgani bo'ldi do'stlar. Shuning uchun boshqa yozganlar hech qanday xafagarchilik nelar bo'lmasin. Navoda hech kimga ko'nglini ortish uchun aytamiz. Bu shunchaki birovni xursand etish uchun aytilgan narsa edi bu do'stlar. Alın, bizani kuzatishda davom eting. Bizani manzillarimizni yana bir marta tushuntirib o'tadigan bo'lsak, To'rtko'l tumani televishkani ro'parasida do'stlar, yana bizani manzillar bu yoqda. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Gulmurod O'rozimbetov kelgan vaqtida shu 10 odamni poddelishcha aytganini bizlarga ko'rsatib, bemalol olib ketaverasiz shuni. Shu yozgan kuningiz chislasida rostdan poddelishcha aytganmiz, shartlarni to'liq bajargan bo'lsa, kelib olib ketaverasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda omonlikda görüşünce.